Assalomu alaykum barchaga. Bugungi o'yinlarimizni ham boshlab oldik. Bizda ikkita jamoa duo shaklda o'yin amalga oshiradi. Har doimgidek o'yinchilar M96 rolida otishadi. O'yin ham boshlandi. O'yinchilarga omad tilab qolamiz. Qani qaysi bir jamoa chiroyli o'yin va chiroyli g'alabani qo'lga kiritadi. Birinchi AKT Payinda Real Sam o'z hisobiga yozib qo'yildi. Real Sam Ezerni o'z hisobiga yozib qo'ydi. Real Sam hisobida 2 ochko. Bugungi matchda g'alaba emas, Gruziyadagi o'yinchilarni saralash orqali o'yin tashkil etilmoqda. YouTube kanalimizga obuna bo'lmasdan endi kirgan yangi kuzatuvchilar iltimos obuna tugmasini bosib qo'ying. Har kuni yangi videolar chiqadi albatta. Tizim logolari mana shunday shaklda o'tkaziladi. 5-2 hisobda hozirlar Real Sam hisobda 4 ochko va chiroyli klach Real Sam AKT Payinni o'z hisobiga yozib qo'ydi. O'ylaymanki, Real Sam jamoasi bugungi matchda g'alaba qozonadi. Noto'g'ri harakat yaxshigina amalga oshirdi. O'zlarini ham o'z hisobiga yozib qo'ydi. Klach chiroyli harakatlar, spreylar to'g'ri uzatilgan, o'zining joni qolmagan. Xo'p, o'yinni davom etamiz. Hozirda 5-11 farq. AKT Payin jamoasidagi o'yinchimizda 3 ochko, AKT ham 3 ochko. Real Sam jamoasidagi o'yinchilar to'g'ri pozitsiyaga joylashgan va cover orqali to'g'ri o'yin amalga oshirmoqda. Hisoblarni tezlik bilan o'tkazmoqda. To'xtam biznes tomonidan Payin yo'qotildi. Va uning o'zi ham AKT Payin tomonidan yo'qotildi. Ochkolar farqi deyarli ancha katta bo'ldi. To'xtam biznes noto'g'ri harakat ochiq sayt amalga oshirdi va uni AKT Payin o'z hisobiga oldi. 90 coverda bo'lib turishi kerak va bu Real Samning yaxshi yordam beradi. Mana shunday harakatlar chalg'itish va ochkolar yig'ishga qaratiladi. Agar 90 Ezerni hisobga qo'ydi. Uning joni qolmaganda deyarli. Real Sam o'tgan bundan oldingi va kechagi matchlarda ham o'zini yaxshi ko'rsata olgan. Yaxshi sifatida qolmoqda. Uning hisobida 16 ochko. Albatta uni kuzatish kerak. Chiroyli sakrash va chiroyli ochkoni qo'lga kiritdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Ochkolar farqi ancha keng bo'ldi. 12-26 hisobda Real Sam jamoasi. Chiroyli natija. Real Sam bilan yana bir muloqotda bo'laman. Aynan u emulyatorda necha FPS da o'ynashi juda ham qiyin.
Sam podboriga allaqachon Real Sam qo'shilgan. Biroq Index planetda o'ynamoqda va o'yinni kuzatuvni amalga oshirdi va Ezer tomonidan yopib yuborildi. Qo'shilish kerak emas. Vaqt bor. Chap tarafdan AKTPN uni o'z hisobiga yozib qo'ydi. Xo'p. 90 vizov to'g'ri cover qilib bersa yaxshi. O'yinchilarni har doimgidek yuqoridan kuzatamiz. Yozib qo'ydi o'z hisobiga. Ezer 90 vizovni ham o'z hisobiga yozib qo'ydi. Shoshilish kerak emas, yigitlar. Ozgina shoshilyapti. Ular o'z zonalarida yaxshi o'yin ko'rsatmoqda. Ezer push qilishga harakat qilgani yo'q. Dushman jamoaning chiqishini kutayotgandi va bo'lsa ham Real Sam bu narsani ayab o'tirmaydi va albatta o'z hisobiga ochko qo'lga kiritadi. 5 ochko Real Sam jamoasiga yetishmayapti va ular g'alaba qozonish arafasida. AKTPN va Ezerni ham deyarli to'g'ri qolmagan. Real Samni bir o'zi 90 vizov Real Samga to'g'ri qo'llab-quvvatlash sifatida coverda yordamlashish kerak. U to'g'ridan to'g'ri ochiq fayt amalga oshirmoqda. Jamoadoshlar o'zaro kelishgan holatda o'ynash kerak. Albatta ular, ya'ni komanda kelishuv asosida yig'ilgan. Shu narsani nazarda tutishimiz kerak. Keyingi matchlarda haqiqatan turnir o'tkazilganda duo shaklida yoki solo shaklda bu narsa o'yinchining o'ziga bog'liq, lekin jamoa shaklida o'yin amalga oshirayotganda jamoadoshlar bilan to'g'ri amalga oshirish kerak. Oxirgi ochkoni Real Sam o'z hisobiga yozib qo'ydi va g'alabani ham ta'minlab berdi. Bugungi matchimizning favorit o'yinchi sifatida Real Sam. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariyalarda izohlaringizni qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha